أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Qadrli o'quvchilar, 5-darsimizni boshlaymiz. 5-darsimizda inshaalloh kaf, lam, vav harflarini o'rganib chiqamiz inshaalloh. Kaf harfi. Kaf harfining talaffuzi o'zbek tilidagi k tovushi singaridir. Kaf harfining so'z boshida yozilish shakli, kaf harfining so'z o'rtasida yozilish shakli va kaf harfining so'z oxirida yozilish shakli. Ka, ki, ku, kam, kum, kun, kay, bakru, makru, karmu, kanzu, tarku, kataba, yaktubu, taraka, yatruku, katabtum, amaraka, amaratka, kuntu, mumkin. Endi qadrli birodarlar, lam harfi. Lam harfining talaffuzi o'zbek tilidagi l tovushi kabidir. Lam harfining so'z boshida yozilish shakli, lam harfining so'z o'rtasida yozilish shakli va lam harfining so'z oxirida yozilish shakli. La, li, lu, al, bal, lam, lum, lan, kil, nazala, lazima, kamula, anzala, alzama, akmala, akalat, akalna, akalta, akalti, akaltu, akaltum, bulbul, yalamlam, tazalzala, yatazalzalu, mutazalzil. Endi vav harfi. Vav harfining talaffuzi o'zbek tilidagi v tovushi singaridir. Vav harfining so'z boshida yozilish shakli, vav harfining so'z o'rtasida yozilish shakli va vav harfining so'z oxirida yozilish shakli. Va, vi, vu, au, raw, نو، لو،
ورم وتر ومن ولن ولم وكم أول روم يوم كون ويل وزن كوكب موكب أولمتم أوترتم. Qadrli o'quvchilar, 5-darsimiz ham mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Inshaalloh 6-darsni davom ettiramiz.